Demak, oddiy mexanizmlar. Hammamiz bilamizki, mexanikaning oltin qoidasini hech bir mexanizm, demak, ishdan yutuq bermasdi. Ishdan yutuq berishi mumkin, yo'ldan yutuq berishi mumkin, lekin ishdan yutuq bermaydi. Bu nima degani? O'zi mexanik ish A barobar F kara S. Shunaqa? F kara S. Agar kuchdan yutuq bersa, yo'ldan yutqazadi. Agarda yo'ldan yutuq bersa, kuchdan yutqazadi. Ikkalasi bir-birini kompensatsiyalab, ya'ni ishdan yutuq bermaydi. Hech bir mexanizm. Bu mexanikaning oltin qoidasi. Demak, endi oddiy mexanizmlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, bloklardan boshlaymiz. Mana o'zi blok. Demak, blokni qanday qismlardan tashkil topganini ko'rib chiqamiz birinchi navbatda. Demak, mana bu shkif. Ya'ni g'ildirak desak ham bo'ladi. G'ildirak. Mana bu esa blokning o'qi. Demak, blok o'qi. Shu o'q atrofida demak shkif aylanadi. Blok o'qi. Demak, mana arqonni ko'rsatgan, bu arqon. Demak, mana bunga e'tibor qilsalaringiz, bu demak shkifning kanali. Shkifning kanali deganda, ya'ni shu g'ildirakning kanali ip qo'yiladigan joy. Demak, shkifning kanali desak ham bo'ladi. Shkif kanali. Arqon yaxshiroq joylashish uchun, demak, mana shu joyi kanalcha qilib qo'yiladi. Bu arqon yaxshiroq o'rnashish uchun. Mana bu esa mana bu bizda korpus deyiladi. Korpus yoki rama ham deb aytiladi. Rama. Demak, blok mana shu qismlardan tashkil topadi. Buni ko'pchiliklaringiz bilasizlar. Endi bloklarning ham turlari bor. Demak, blokning ikki xil turi bor. Ko'chmas blok, ya'ni qo'zg'almas blok deyiladi. Ko'chmas. Qarashida qo'zg'almas. Demak, keyingisi ko'char blok. Demak, qo'zg'aluvchan. Demak, ko'chmas blokdan hech qanaqa yutuq bermaydi. Ko'chmas blok. Lekin ko'char blok kuchdan yutuq beradi. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Ko'chmas blok. Demak, mana bunday bo'ladi ko'chmas blogimiz. Ya'ni nima ko'chmas, nima qo'zg'almas? Blok qo'zg'almas. Mana bu blogimiz qo'zg'almas. Blok ko'chmaydi, qo'zg'almas. Lekin mana blokni ikki tomon arqon yordamida, demak, M massali yuk osilgan. Vazifasi nima? Mana shu F kuchi yordamida M massali yukni yuqoriga ko'tarish. Ya'ni mana bunday yuqoriga ko'tarish. Shu uchun ishlatiladi. Ko'chmas bloklardan, demak, kuchdan yutuq bermaydi, faqat kuchni yo'nalishini o'zgartirib beradi.
Nimaga kerak deyishlaringiz mumkin. Kuchdan yutuq bermas ekan. Agar masalan bundan ko'p kishi loy qilishda foydalanadi, ko'chmas blokni qo'yadi-yu, agar ko'chmas blok bo'lmaganda biz yuqoriga chiqardik-u qo'limiz bilan tortardik. Arqon yordamida qo'limiz bilan tortardik. Bunda kim ish bajaradi? Biz o'zimiz ish bajaramiz. O'zimizni kuchimiz ketadi. Lekin ko'chmas blok yordamida mana bu o'zim F kuch yordamida mana bu o'sha yukni yuqoriga ko'tarsak, endi biz bajarmaymiz. Ishni yer bajaradi. Yer. Nimaga yer? Yer deyishimni sababi mana shu ishni o'g'irlik kuchi bajaradi. O'g'irlik kuchi. Chunki G yer beradi-ku G tezlanishni. Endi men nima demoqchiman? 100 newtonlik yukni 100 newton kuch bilan tortishim shart emas. 10 kilogrammlik bo'la ham, 10 kilogrammlik bo'la ham, demak, mana shu arqonga shunday osilsa, 100 newtonlik yuk yuqoriga chiqadi. Demak, u o'zini o'g'irlik kuchi yordamida mana shu yukni yuqoriga chiqara oladi. Bir so'z bilan aytganda, kuchdan hech qanaqa yutuq olmaymiz, faqat yo'nalishini o'zgartirib beradi, faqatgina bizga qulaylik yaratadi. Qulaylik uchun foydalanamiz. Endi e'tibor berasizlar, mana mg mana shu demak m massali yukning o'g'irlik kuchi. Mana bu yerda mana f kuchi. Mana bu demak mana shu nuqtada hozir mana bu aylanish o'qida bu. Aylanish o'qi. Aylanish o'qi. Demak mg dan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa L1 ga teng. Demak f dan ham aylanish o'qigacha bo'lgan masofa L2 deylik. L2 deylik. Lekin mana ko'rib turibsizlar, L1 va L2lar bir-biriga teng. Bir-biriga teng. Endi Richard formulasiga qo'ysak, demak mg ni L1 ga ko'paytiramiz, f ni esa L2 ga. Demak natijada nima yuz beradi? Natijada mg ko'paytirilgan L1 teng bo'ladi f ko'paytirilgan L2. L1 bilan L2 teng dedik. Ya'ni L1 bilan L2 teng. Agar L1 bilan L2 teng bo'lsa nima bo'ladi? mg bilan f teng. Ya'ni men ana bu mg yukni yuqoriga ko'tarishim uchun xuddi shunga teng bo'lgan kuch sarflayman. Faqat yo'nalishi boshqacha. Yo'nalishni o'zgartirib beradi ko'chmas blok. Ko'chmas blok hech qayerda demak qo'zg'almaydi, faqat yukni o'zi arqon yordamida yuqoriga chiqariladi. Bu ko'chmas blok edi. Endi keyingi slaydimiz ko'char, ya'ni qo'zg'aluvchan blok. Qo'zg'aluvchan blok. Demak, endi qo'zg'aluvchan blok mana ko'rib turibsizlar. Demak, F kuch yordamida mana F kuch yordamida mana shu m massali yukni yuqoriga ko'tarishimiz kerak. Qo'zg'aluvchan deyapti. Demak, mana bu blogim tinch turmaydi. Mana bu F kuch bilan yuqoriga tortganimda blok ham yuqoriga harakatlanadi. Yuqoriga qanaqadir tezlik bilan harakatlanadi. Yuk ham yuqoriga harakatlanadi. Ham yuk harakatlanadi, ham blok harakatlanadi. Blok ham yuk ham harakatlanadi ko'char blokda. Endi ko'char blok kuchdan yutuq beradi. Kuchdan yutuq beradi. Endi qanaqa yutuq berishini o'zi ko'ramiz. Demak, mana endi bitta narsani bilinglar. Mana bu nuqta aylanish o'qi emas endi. Aylanish o'qi emas bu. O'qi emas deb yozdik. Hammalari shunga e'tibor qilinglar. O'zi
Bu aylanish o'qi emas. Ko'chmas blokdan farqi bor-da. Aylanish o'qi mana. Mana bunga, mana shu nuqtaga tiralib, demak aylanadi. Mana shu nuqtaga tiralib aylanadi. Demak, o'sha nuqta mana. Aylanish o'qi. Demak, aylanish nuqtasi desak ham bo'ladi. Nuqtasi deylik, aylanish nuqtasi. Endi e'tibor beringlar mana. M massali jismning o'g'irlik kuchi mg mana bu yerda mana. Chizib oldik. F kuchni esa mana bu yerda mana chizib oldik. Demak, Richard formulasiga qo'yamiz. mg ning yelkasi, mana mg kuchning yelkasi nima bo'ladi? Mana L1 deylik. L1. Endi mana bu F kuchning yelkasi nima bo'ladi? F kuchdan mana F kuchdan aylanish o'qigacha bo'lgan eng qisqa masofa mana bu bo'ladi-da, shunaqa. Mana bu. Endi bu masofa nima? L1 bilan ana buni L2 desak, L1 bilan L2 teng bilamiz. Demak, 2 ta L1 bo'lar ekan. F ning yelkasi. Endi demak, Richard formulasiga qo'ysak, mg ko'paytirilgan yelkasi L1, F kuchimizning yelkasi-chi 2 ta L2. 2 ta L2. L2 demak L1. 2 ta L1 mana. 2 L1. Qisqaradiganlari bor. L1lar qisqarib ketdi mana. Demak, shundan F ni topsak nima bo'ladi? mg taqsim 2. mg taqsim 2 bo'lyapti. Demak, kuchdan nima qilyapti? 2 marta yutuq olyapman. Endi men m massali yukni emas, m taqsim 2 massali yukni ko'targanday bilaman-da. Bitta ko'char blok yordamida. Demak, ko'char blok kuchdan yutuq beradi. O'sha kuchdan yutuq berdimi? Ana. Bajarilgan ish nima? F kara esmi? Agar F dan yutuq bersa, ana yutuq berdi. Dan yutuq berdi. Lekin nima? Masofadan nima qiladi? Yutqazadi. Ikkalasi keyin demak ishdan yutuq bermaydi bo'ladi. Ya'ni mexanikaning oltin qoidasi har bir mexanizmga tegishli. Demak, ishdan yutuq bermaydi, faqatgina kuchdan yutuq berar ekan 2 marta. Endi demak, keyingi slaydimizga o'tamiz. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana F kuch yordamida mg ni ko'taryapti. Buni qanday tushuntirsak bo'ladi? Mana F kuch bilan tortganimizda mana bu arqonni tarangli kuchi ham bir xil bitta ip bo'lgani uchun F ga teng. E'tibor beringlar. 2 ta F nimani ko'taryapti? Mana shu mg yukni ko'taryapti. Demak, yozishimiz mumkin. 2F barobar mg deb. Demak, F ni topsak, mg taqsim 2. Xulosa qilamiz. Xulosa. Demak, bitta ko'char blok kuchdan 2 marta yutuq beradi. Umumiy holda bitta ko'char blok mana. Bitta ko'char blogimiz bor edi. Kuchdan qancha bo'ldi? 2 marta yutuq berdi mana. mg taqsim 2 bo'ldi. Endi n-ta ko'char blokchi kuchdan necha marta yutuq beradi? Kim aytadi? Biladiganlar bormi? Enta yutuq beradi ustoz. Assalom. Assalomu alaykum. N marta yutuq beradi ustoz. Qarang, bittasi 2 marta yutuq bersa,
Entasi 2n marta yutuq beradimi ustoz? 2 karra n demoqchimisiz? Ha. Shunaqa bo'ladi. Unday bo'lmaydi. Ko'char blok kuchdan 2 darajasida n marta yutuq beradi. Aytmoqchiman, o'zi agar 3 ta ko'char blok qo'ysammi, biror bir m massali yukni ko'tarishim uchun menga kerak bo'ladigan kuch mg taqsim, demak 3 ni qo'ysam 2 ni kubi bo'ladi-da, 3. Ya'ni 8 bo'ladi, 2 ni kubi 8. Demak m massali jismdan 8 marta ana. Endi mana mg kuch kerak emas, yuk ko'tarishim uchun m massali jismni 8 marta kichik kuch qo'yishim kerak. 8 marta kichik kuch qo'yib ham o'sha m massali yukni ko'tarib bilaman. Demak, kuchdan 8 marta yutuq olaman. Agar 3 ta ko'char blok qo'ysam. Ana shunga e'tiborli beringlar, 2 darajasida n marta yutuq beradi. Ko'char blogimiz. Endi ko'char blok plus ko'chmas blok bizga darajali polispastni tashkil qiladi. Endi e'tibor beringlar. Bir xil arqon, mana F kuch bilan tortsak, mana bu yerda ham nima bo'ladi? F, bu yerda ham demak F. Demak F. Bunga ham mana sistemaga nechta ko'char blok bor? Bitta ko'char blok, mana bu ko'char blok mana. Ko'char. Mana blogimiz ko'chmas, ya'ni qo'zg'almas. Ana bu F kuch bilan men tortganimda bor-ku, mana shu ko'chmas blogim hech qanaqa qo'zg'almaydi. Lekin ana bu ko'char blogim yuqoriga ko'tariladi. M massali yuk ham yuqoriga ko'tariladi. Bitta ko'char blok bo'lgani uchun mana shu sistemamiz kuchdan necha marta yutuq beradi? 2 marta. 2 marta. 2 marta. Yoki ana ikkita F kuchni deymiz, ana ikkita F kuch mana shu mg ni ko'tarib turibdi deb qarasak ham bo'ladi. Ya'ni bizdagi F kuch mg taqsim 2 ga teng. Agar bizda kuchdan yutuq olishimiz uchun ko'char bloklarni ko'paytirishimiz kerak. Qisqa qilib aytganda. Demak, ko'char va ko'chmas bloklarni tushunib oldik. Ishdan yutuq bermaydi hech qanaqa, kuchdan yutuq berishi mumkin. Agar kuchdan yutuq bersa, masofadan yutqazadi. Ikkalasi keyin bir-birini kompensatsiyalab baribir bajarilgan ish nima bo'lib qoladi? Konstanta o'zgarmay qoladi. Ya'ni hech qanaqa yutuq bo'lmaydi ishdan. Demak, keyingisiga o'tamiz. Endi vint. Bu o'zi vintga doir masalalar ham tushadi, attestatsiyaga tushib qoldi. Domkratlarni ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin. Domkratlarni. Demak, rasmga e'tibor beringlar, bu nima bo'ladi? Mana bu lezviyalar. Mana ikkita lezviya orasidagi masofani h deb belgilab qo'yibdi. Hozir mana bu F1 kuch bilan mana shuni bir marta mana bunday aylantirsam, mana bunday. Shu dastakni mana bu ko'rinishda aylantiraman. Aylana bo'ladi-da. Shu aylana radiusi nimaga teng ekan? L deb aytyapti mana, L deb. Qancha ish bajaraman? Ana shu dastani F1 kuch bilan aylantirishim uchun qancha ish bajaraman? Kim aytadi?
F1 F1 ko'paytirilgan qancha masofaga aylantiryapman? Aylanani L. uzunligi aylanani 2 uzunligi yil bo'ladi. bo'lyapti-da. 2 Ha, 2 yil bo'ladi, 2 marta. 2 PL. Shunaqami? Aylanani Ha, shunaqa. uzunligi marta aylantiryapman-ku. Shunda nima bo'ladi? Qaranglar. Mana F2 kuch bilan, F2 kuch bilan mana bu lezviyam qancha masofaga pastga tushadi? Bitta lezviya tushadi-da, H. Demak, vintga mana shu formula o'rinli. Nimaga buni tenglashtirdim? Chunki men bilaman, hech qanaqa mexanizm ishdan yutuq bermaydi mana. Mana shuncha ish bajaryapti A. Demak, bu ham A. Ikkalasi bir-biriga teng-da. Demak, mana shu ish natijasida mana bu demak lezviya H ga tushyapti. Demak, vint masalalari kelganda mana shu formuladan xohlaganlaringizni, demak, xohlagan masalani ishlasa bo'ladi. Demak, vint bo'ldi. Endi chig'ir. Chig'ir menimcha hozir ishlatilmaydi biror bir joyga. Bu avval qadimda quduqdan suv chiqarish uchun kerak bo'lgan mexanizm hisoblanadi. Ya'ni nima qiladi? Kuchdan yutuq beradi, lekin chig'ir ham kuchdan yutuq beradi. Bir chelak suvni masalan, yosh bola quduqdan o'zi tortib chiqara olmasligi mumkin, chig'ir yordamida chiqara oladi. Endi qaranglar, mana bu chig'irni dastasi. Demak, dasta. Chig'ir dastasi. Demak, bir marta aylantiryapman. Mana shu masofani radius desam, bir marta aylantirganimda qanday masofani bosib o'tadi dasta? Kim aytadi? 2 PL bo'ladi-da endi bu. To'ppa-to'g'ri 2 pi. Kelinglar, qandaydir F kuch bilan aylantirsam, mana bunday. Aylanaga urinma F kuch bilan aylantirsak, F kara nima bo'ladi? 2 pi r. Endi qaranglar. Bir marta aylantirganimda mana bu kichik silindrga arqon o'ralgan mana. Qancha arqon o'raladi? Kim aytadi? Kichkina Endi 2 Bir pi marta kara. o'raladi. Ha, 2 pi kara kichik r-da, shunaqami? Shuncha o'raladi. Demak, mg qancha ish bajariladi desak, mg ko'paytirilgan qancha aylangani? 2 pi kara kichik r. R. Endi bu kuchdan qancha yutuq beradi? Shuni topishimiz kerak. 2 pilar qisqarib ketdimi? 2 pilar qisqarib ketdi. Katta R taqsim kichik R ni topsak nisbatni, bizda bu demak mg taqsim f bo'ladi. Shunaqa? mg taqsim f. R ga mg ko'payapti. F ga esa R. Bu degani nima? Tushundingizlarmi? Ana shuni nimaga bunaqa bo'ldi? O'zi mg manga nima? Katta-da. mg katta. Mana shu suv chiqarishim uchun suvni o'g'irlik kuchi katta. Lekin men kichikroq F kuch yordamida suvni chiqara olaman. Bu uchun menga nima bo'lishi kerak? Mana bu dastani radiusi qancha katta bo'lsa foydali ekanda. Chunki kuchdan qancha yutuq berar ekan bu? Chig'ir. Katta R taqsim kichik R. Demak, dastamiz uzun bo'lsa bizga foyda ekan. Endi lebyotka degan narsa bu chig'irlar to'plami.
Buni bunaqa masalani ko'rmadim. Lebyotkaga doir, chig'irga doir tushishi mumkin. Demak, buniyam tushundingizlar deb o'ylayman. Endi qiya tekislik. Qiya tekislikni demak, oldin ham ko'rib o'tdik. Ishqalanish kuchi mavzusida yana bir marta ko'ramiz. Qaranglar. Qiya tekislikdan ustalar foydalanadi, bilsalaringiz. Rasmi ham chiqdi. Demak, qaranglar, M massali demak, bruslok mana shu qiya tekislikda joylashgan bo'lsa, mana alfa. Sinus alfa dedik. Sinus alfa qiyalik burchagi dedik. Agar masalada aytdim, masalada aytadi 0 qiyalik burchagi 0,6 desa, bu qiyalik burchagi deb nimani aytyapti deb o'tirmanglar. Sinus alfani aytyapti. Demak, sinus alfa qiyalik burchagi. Qiyalik burchagi. Endi e'tibor qilinglar. Mana bu masofamiz nima? L. Ya'ni qiya tekislikning uzunligi. Mana bu masofa esa h. Qiya tekislikning balandligi. Demak, mana shu yerdan yozaman. L bizga qiya tekislikning uzunligi. Qiya tekislik uzunligi. O'zi nimaga kerakligini ko'ramiz. Nima uchun yozib olayotganimni. Chunki o'chirishga majbur bo'laman-da. H esa qiya tekisligimizning balandligi. Qiya tekislik balandligi. Endi e'tibor beringlar. Quruvchilar mana. Masalan, mana shu yerdan bo'lsa, mana shu sath bo'lsa demoqchiman. Bu quruvchi nima qilishi mumkin edi? Qumni mana shu yerdan mana bu yerga olib chiqishi mumkin edi. Olib chiqishi mumkin edi. H, mana bu masofa h da endi qaranglar. Bu h, mana burchak alfa mana. Lekin u nima qilyapti? Qiya tekisligi yordamida, demak, qumni olib chiqyapti. Bu qanaqadir kuchdan yutuq bersa kerak-da. X, Y o'qlarini demak kiritib olamiz. Mana bu bizda demak X o'qi qiya tekislik yo'nalishi bo'yicha. Mana buni biz Y o'qi deymiz. Y. Bilamiz, X va Y o'zaro 90 gradus burchagi hosil qiladi. Endi e'tibor beringlar. O'zi M massali jismga faqat bitta kuch ta'sir qiladi. Yoki agar ishqalanish bo'lsa, kelinglar ishqalanish kuchi ham ta'sir qiladi. Uning demak o'g'irlik kuchi mavjud. Tik pastga. Demak, mana bu kuch mg. mg. mg ga e'tibor qilinglar. Na x o'qida joylashgan, na y o'qida joylashgan. Shu sababli ham uning X va Y o'qlarida proyeksiyalar mavjud. Ya'ni mana bunda va mana bunda. Agar mana burchak alfa bo'lsa, mana bu ham alfaga teng. Mana bu ham alfaga teng. Endi mana bu vektorimni o'chiraman-u, mana bu yerga keltiraman. Parallel ravishda ko'chirsak bo'ladi vektorni, chunki vektorlar mavzusiga o'tganmiz. Demak, mana bu mg ni y o'qidagi proyeksiyasi indeksda y yozaman, mana bu mg ni x o'qidagi proyeksiyasi indeksda, demak x yozdim. E'tibor beringlar. E'tibor beringlar. X va y proyeksiyalar o'zaro 90 gradus hosil qiladi. To'g'ri burchakli uchburchak bo'lyapti. mg y va mg x larni topib olaman. mg y ni va mg x ni topib olaman. Demak, alfa qarshisida turgani sinus bo'ladi. Demak, mg x bizga
mg sinus alfaga teng. mg y yoqidagi proyeksiyasi esa mg kosinus alfaga teng. Endi bundan tashqari qanaqa kuch bor yana? tayanch emas, sirtni normal bosim kuchi bor. Normal bosim kuchi n harf bilan belgilanadi, bilamizmi mana? Mana bunday. N normal bosim kuchi. Endi o y yo'qga qaranglar, n bor. N normal bosim kuchi bor va mg y bor. Lekin jism o y o'qida harakatlanayotgani yo'q. O y o'qida harakatlanayotgani yo'q. Nyutonning ikkinchi qonuniga muvofiq tenglama yozishimiz kerak. Y ni musbat yo'nalishini, demak, n musbat bo'ladi, chunki yuqoriga yo'nalgan. Y ni musbat yo'nalishi n. O y yo'qida proyeksiya olyapman. Demak, n minus mg kosinus alfaga teng. mg kosinus alfa. Ayirmamiz ma bo'lishi kerak. ay. Demak, tezlanish 0. Chunki harakat mavjud emas. 0 degani n bilan mg kosinus alfa teng degani. Endi ishqalanish kuchi mavzuda ko'rdik. Ishqalanish kuchini qanday topardik? F ishqalanish mu kara n ga teng edi. Demak, ikkala tomonni mu ga ko'paytirsam nima bo'ladi? Bu f ishqalanishga teng bo'lib qoladi. Mu ga ko'paytirsam bunday. Bu yoqqa esa mu mg kosinus alfa qoladi. Demak, bizda mana bunday mg sinus alfa bor. Bu tomonga esa nima bor? Ishqalanish kuchi bor. Mu mg kosinus alfa. Mu mg kosinus alfa. Endi bir narsaga e'tibor qilinglar. Agar men qiya tekislik yordamida yukni chiqarmasam edi, mana yukim mana shu yerga bo'lsa, mana shu yuk deb faraz qilinglar. Mana bu yerga chiqarishim uchun h masofa balandlikka ko'tarilishim kerak edi. Men qiya tekislik bo'yicha chiqarganim uchun qiya tekislikning uzunligi. Endi mana bu L masofaga chiqaraman. Shunaqa. Aytinglar qani, L kattami? L masofa uzunroqmi yoki h uzunroqmi? Kim aytadi? El uzun ustoz. L uzun. L demak katta, h dan. L h dan katta. Endi qiya tekislikda nima bo'layotgan ekan? L h dan katta degani masofadan yutqazayotgan ekanmizda. Ko'p masofa bosib o'tibdi-ku qiya tekislik. Demak, masofadan yutqazamiz, lekin biz bilamiz mexanikaning oltin qoidasini. Kuchdan yutamiz. Ha, to'g'ri. Kuchdan yutamiz. Chunki mexanikaning oltin qoidasida hech bir mexanizm ichdan yutuq bermaydi-ku. Agar masofadan yutqazayotgan bo'lsak, kuchdan yutamiz. Kuchdan qancha yutamiz? Kim aytadi? Yo'ldan qancha yutqazsak ustoz, kuchdan shuncha yutamiz. To'ppa-to'g'ri. Demak, L taqsim h bizda nima bo'lar ekan? Kuchdan yutuq. Demak, L taqsim h bizga qancha kuchdan yutuq olishimizni bildirar ekan. O'zi endi men ana shu m massali yukni yuqoriga ko'tarishim uchun ikkita kuchni yengishim kerak. Mg sinus alfa va mu mg kosinus alfa. Lekin ana shu mg yukni o'zini ko'tarishim uchun esa mg ni o'zini ko'tarishim kerak. Mg kuchni o'zini. Lekin qiya tekislik bo'yicha bo'lsa mg sinus alfa, mu mg kosinus alfa. O'zi mg sinus alfa ancha kichikda mg dan. Mu mg kosinus alfa ham ancha kichik. Chunki mu ni o'zi ham 0,1 orasidagi son, bilasizlar masalalarda 0,3, 0,2 deydi. Kosinus alfa ham demak bizda o'zi 0,1 orasidagi son. Ikkita 0,1 orasidagi sonni ko'paytiringlar, yana kichikroq son hosil bo'ladi-da. Mana bu ikkita kuchimiz kichikroq. Mg sinus alfa va mu mg kosinus alfa. Mg ga nisbatan.
Shu uchun kuchdan yutyapmiz. Demak, qancha yutamiz desak, L taqsim H marta kuchdan yutuq olamiz. Demak, qiya tekislikni oldin ham bilardingizlar, bir takrorlab oldik. Endi ko'p uchraydigan masalalarga o'tamiz. Demak, mana rasmda ko'rib turibsizlar, ko'char blok, ko'chmas blok, ko'chmas blok. Demak, ko'chmas blok, demak, ikkala tomonda arqon yordamida M1 va M2 massali yuklar osilgan. Agar shu massali yuklarni qo'yib yuborsak, M1 va M2 massali yuk qo'yib yuborsak, kelinglar, M2 M1 dan katta. M2 M1 dan katta bo'lsa, M2 nima qiladi? Pastga tushadi, shunaqa. M1chi yuqoriga ko'tariladi. Endi mana shu blok massali, ana shu M1 va M2 massali jismning tezlanishini topib ko'raylik. Tezlanishi. Keyin mana shu arqonning taranglik kuchini topaylik. O'zi M1 massali jism va M2 massali jismlar bitta arqonga bog'lab qo'yilgan. Shu sababli ham ularning taranglik kuchi teng arqonlarni. Demak, bu ham teng, bu ham teng. Demak, M1 massali jismga qanaqa kuch ta'sir qiladi? Pastga og'irlik kuchi M1 G. M2 massali jismga ham xuddi shunday. Og'irlik kuchi ta'sir qiladi M2 G. Demak, dinamik tenglama tuzib olamiz ikkala jism uchun ham. Mana birinchi jism uchun dinamik tenglama yozsak, tezlanish yo'nalishidagi kuchni musbat deymiz. Tezlanish yo'nalishida qaysi kuch bor? Taranglik kuchi. Demak, taranglik kuchini musbat, unga qarshi yo'nalgan M1G minusda oldik. Teng nimaga? Nyutonning ikkinchi qonuniga muvofiq. Ma ya'ni M1 ko'paytirilgan A. Endi ikkinchi, demak, bursok ikkinchi yuk uchun tenglama yozamiz. A endi pastga yo'nalgan tezlanish, chunki M2 massali jism massasi katta, pastga harakatlanadi. Pastdagi kuchimiz M2G musbat. Demak, taranglik kuchi yuqoriga yo'nalgani uchun manfiy proyeksionlanadi. Teng nimaga? M2A ga. Demak, mana shu endi ikkalasini sistema qilib, ikki noma'lumli ikkita tenglama, taranglik kuchi va tezlanishlarni aniqlab olsak bo'ladi. Demak, qo'shib yuborsak agar buni, taranglik kuchlari qisqaradi. Natijada M2G minus M1G teng bo'ladi A ni chiqarsak M1 plus M2 ga. Bu yerda ham G ni qavsdan tashqariga chiqarib yozsak, demak G M2 minus M1. Shundan demak A ni topsak, M2 minus M1 modulda olib qo'yay. Modulda olaman, chunki hozir menga M2 M1 dan katta bo'lgani uchun M2 minus M1 bo'ldi. Agar M1 M2 dan katta bo'lsa edi, M1 minus M2 deb yozaverasizlar. Bu yerda G ham bor. Mahrajda esa M1 plus M2 ko'paytirilgan G. Demak, xohlasangizlar shuni keltirib chiqarib tezlanishni topinglar, xohlasangiz mana shu formulani, oxirgi formulani yodlab olsalaringizlar ham bo'ladi. Demak, yuklar tezlanishi mana shu formuladan chiqadi. Endi taranglik kuchini qanday topamiz? Taranglik kuchini ham aniqlasak bo'ladi, chunki tezlanishni topdik. Endi xohlasak birinchi tenglamaga, xohlasak ikkinchi tenglamaga yetib qo'yib taranglik kuchini topamiz. Demak, birinchi tenglamaga keltirib qo'yaylik. Birinchi tenglamaga keltirsak, P barobar, demak, M1 ana bu endi minus-ku, bu tomonga o'tsa plus bo'ladi M1G. Massani qavsdan tashqariga chiqardim, bizga A plus G bo'ldi. A ni topdik mana. A mana shunga teng. O'rniga yetib qo'yaman.
Kelinglar J ham bor-ku aga. Mana bu yerda yana J bor. Shuni ham qavsdan tashqariga chiqaray. Demak, M1 J bo'ladi. M2 minus M1 mahrajda M1 plus M2 J ni chiqarganmiz mana. 1 umumiy mahraj beramiz. Umumiy mahraj bersak M1 plus M2 ni beraman-da. M1 plus M2 ni beraman. Natijada nima qoladi? Demak, M1 J M1 lar qisqarib ketadi, M2 qoladi. Suratda M2 qoladi. Ikkita M2 da. Ana M1 J ni o'zini yozdim. E'tibor beringlar. Ana minus M1 bilan ana bu M1 qisqaradi. Bu yerda M2 bor, bu yerda ham M2 bor. Ikkalasini qo'shsak ikkita M2. Ko'paytirilgan ikkita M2. Mahrajda nima? M1 plus M2. Demak, shuni chiroyliroq qilib yozamiz mana. Taranglik kuchi bizga. Demak, 2M1 M2 J taqsim M1 plus M2 ga teng ekan. Xohlasangiz formulasini yodlanglar, xohlasangiz mana shunday keltirib chiqaringlar. Bu taranglik kuchini topib beradi, bu formulamiz esa tezlanishini topib beradi. Kimda qanaqa savol bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin.